Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Salohada ko'rganingizdek imtihon javoblari deb yozganman. Ya'ni kategoriya B ni 1-dan 4-beltgacha to'g'ri javoblari. Bugungi videomiz yangi prava olmoqchi bo'lgan akalarga tegishli. Ya'ni agar siz prava olmoqchi bo'lsangiz, siz imtihon topshirishingiz kerak bo'ladi. Kategoriya B ga topshirgan bo'lsangiz, men sizlarga 1-dan 4-beltgacha to'g'ri javoblarni birma-bir aytib beraman. Shuning uchun iltimos diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ring. Men esa boshladim. Kategoriya B безопасный ekspluatatsiya. 1-beltni to'g'ri javobini boshla. Azizlarim, har bir savolga izoh berib o'tib ketmoqchi emasman. Sababi har bir savol javobiga birma-bir izoh berib o'tsam, videomiz juda ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun qisqa va lo'nda qilib aytib o'taman. 1-belet, 1-savolga to'g'ri javob 3-si. 2-savol. Mana shunga qisqacha izoh berib o'tib ketay. Bu yerda ko'rib turganingizdek, ikkita traktor ko'rsatib qo'yibdi. Mana shunga o't qaysi prava kerak bo'ladi? Ya'ni kategoriya B ga. Bu yerga to'g'ri javob 2-si, ya'ni гусеничные колесные машина с двигателем мощность до 25 10.7 ot kuchiga ega. 3-savolga to'g'ri javob 2-si. 4-savolga to'g'ri javob ham 2-si. 5-savolga to'g'ri javob 1-si. 6-savolga to'g'ri javob 2-si. Bir nimaga e'tibor qiling, to'g'ri javoblar asosan ko'pi zapreshinoga to'g'ri keladi. Ya'ni savol beradi, shu yerda to'g'ri javoblarni ko'piga razreshino va zapreshino keladi. Shuni ko'pi zapreshinoga to'g'ri keladi. Xo'p, 7-savolga to'g'ri javob 3-si va 8-savolga to'g'ri javob 2-si. Azizlarim, ko'rib turganingizdek hammasi yashil yondi. Ya'ni siz belet tortganingizda sizga 8 ta savol bo'ladi. Shundan siz 6 tagacha to'g'ri javob bersangiz, siz ekzamendan o'tgan hisoblanasiz. Ya'ni 2 tagacha xatogacha mumkin. Agar 2 tadan oshsa, ekzamen topshira olmaysiz. Bu yerda rezultat ustiga bosamiz. Xo'p, ilovamizda kichik reklama bor. Aybga buyurmaysizlar, reklamani o'tkazib o'ramiz va darsga davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, ekzamen izdan deb yozildi va nachalo. Ya'ni kategoriya B ni 2-beletga kiramiz. Xo'p, 2-belet 1-savolda to'g'ri javobi 2-si, bu ham zapreshaytsa. 2-savolda to'g'ri javobi 3-si. 3-savolda to'g'ri javobi 2-si. Xo'p, 4-savolda to'g'ri javobi 5-si. 5-savolda to'g'ri javob 2-si. 6-savol to'g'ri javob 3-si. 7-savolga to'g'ri javob bunisi ham 3-si. Va 8-savolga to'g'ri javob ham 3-si. Azizlarim, agar siz hozir men qisqa va lo'nda qilib tez-tez aytib o'tyapman, yaxshi tayyorgarlik ko'raman desangiz, bemalol videoni pauza qilib o'rganishingiz mumkin. Bunga ham rezultat ko'rib turganingizdek ekzameningizdan. Va yana kategoriya B va 3-belet to'g'ri javoblarini boshlaymiz. 1-savolga to'g'ri javob 1-si. 2-savolga to'g'ri javob 3-si. 3-savolga to'g'ri javob. Qarang, mana shu haqda ham qisqacha aytib bermoqchiman. Bu yerda yozib qo'yibdi. Qarang, mashinist. Xo'p, ekskavatorga ishlash uchun minimalni yoshni ko'rsating deyilgan. Bu yerda 3 ta javob bor. Qarang, 17 yosh, 18 yosh va 19 yosh. Keling, mana shuni to'g'ri javobini kommentariyaga iltimos yozib qoldiring. Hozir mana 2 soniyadan keyin men o'zim to'g'ri javobni belgilab ketaman. Qani, bunga to'g'ri javob 2-si, ya'ni 18 yoshdan.
Uchinchi savolga to'g'ri javob 4-si. To 5-chi savolga to'g'ri javob 2-si. 6-chi savolga to'g'ri javob 3-si. 7-chi savolga to'g'ri javob 2-si va 8-siga to'g'ri javob bu ham 2-si. Ko'rib turganingizdek barchasi yashil yondi, ya'ni rezultat qisqacha reklamani o'tkazib yuboramiz. Xo'p, boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek ekzaminimizdan yozilgan. Ya'ni kategoriya B ni 4-savolga to'g'ri javoblar. 4-biletda 1-savolga to'g'ri javob 2-si. 2-savolga to'g'ri javob 3-si. 3-savolga to'g'ri javob 4-si. 4-savolga to'g'ri javob 1-si. 5-savolga to'g'ri javob 2-si. 6-savolga to'g'ri javob bu ham 2-si. 7-savolga to'g'ri javob 3-si va oxiri 8-savolga to'g'ri javob 2-si. Xo'p, ko'rib turganingizdek rezultatni bosaman. Bu ham ekzaminingizdan azizlarim. Agar siz kategoriya B olmoqchi bo'lsangiz, mana shu 1-dan 4-beltgacha to'g'ri javoblarni birma-bir aytdim. Mana shuni imkon qadar to'liq yodlang. Sababi hozir sizga ekzaminda berilayotgan savolga mana shu men aytgan javoblar birma-bir to'g'ri keladi. Hammasi 100% to'g'ri. Xo'p, keyingi videolarimizga 5, 6, 7 va 8-beltgacha to'g'ri javoblarni aytib o'taman. Shuning uchun videolarni ko'rishda davom eting. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang azizlarim. Asosiysi mana shu videoni eng yaqinlaringizga podelitsiya qilib jo'natib qo'ying. Ya'ni agar ular ham prava olmoqchi bo'lsalar, ularga ham mana shu to'g'ri javoblar hammasi kerak bo'ladi. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.